Gap so'zlarimiz orasida qulay so'zini juda ham ko'p ishlatamiz. Har bir texnikani o'ziga yarasha qulayligi bo'lishi kerak. Bugungi video obzorimizda shunaqa qulay ko'mirli kotelimizni Xudo xolasa sizlarga obzor qilib beramiz. So'z boshidan qulay so'zini ishlatdik. Nimaga qulay so'zini ishlatganimizni hozir video davomida to'liq tushuntirib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum, Koteluz kanalining hurmatli tomoshabinlari. Biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridamiz. 100 kvadratli xonadonimizga xonalar qishda issiq bo'lishi uchun isitish tizimini o'rnatib berdik. Xonadonimiz juda ham zo'r proyektda tushgan. Oldi ayvon, ayvonda orqalari 4 ta 5 ta xonalar bor. Mana shu ikkita eshikdan kirib chiqiladi. Isitish tizimimizni radiator sistemaga mo'ljallaganmiz. Radiator sistema qilib berdik. Mana shu 100 kvadratli xonadonga 8 ta har xil razmerdagi panelli radiatorlar o'rnatildi. Endi xonalarning orqasida kotel uchun joy yo'qligi uchun bu tomonlarga o'rnatib bo'lmaydi. Shuning uchun bir burchakka chiroyli qilib ko'mirli kotelimizni o'rnatib berdik mana. Bu 100 kvadratli xonadonimizga 15 kilovatlik o'zimiz ishlab chiqargan pastdan yonuvchi nijniy горение ko'mirli kotelimizni 5 kilovat zapasi bilan o'rnatib berdik, xudo xolasa. Bizda eng kichkina kotelimiz 15 kilovat, shuning uchun eng kichkina ko'mirli kotelimizni o'rnatdik. Xonadonimizda isitish tizimini sistemasi samotok sistema bo'ldi. Suvni qaynash hisobiga tabiiy sirkulyatsiya bo'ladi. Tomdan sentralnikda 40 lik podachi bor. Shu podachilardan 25 lik turbalarda radiatorlarga tushib, obrotkamiz poltaydan kotelxonaga qarab chiqib ketadi. Polniy xonadonimizga mana shunaqa har razmerdagi panelli radiatorlardan 8 donasini ustanovka qilib berganmiz. Bu Marg'ilon shaharda dekabrlarda gaz pasayar ekan, vaqti bilan tok ham o'chib turar ekan. Shuning uchun gaz muammosini ko'mirda hal qildik. Tok muammosini samotok sistemada hal qildik. Samotok sistemaligiga qaramasdan bitta obrotkaga kichikroq 32 ga 6 sirkulyatsionniy nasos ham o'rnatib qo'ydik. Agar tok bo'lganda 40-50 gradusda kotelimiz chiqsa, podachisini sirkulyatsion nasosi aylantirib turaveradi. Suv sirkulyatsiya bo'lishiga qo'shimcha yuk beradi, qo'shimcha qilib beradi. Agar samotok sistemada bo'lganda bu tekis bo'ladi va samotok aylanaveradi. Mana 15 kilovatlik o'zimiz ishlab chiqargan pastdan yonuvchi ko'mirli kotelimiz. So'z boshidan qulay so'zini ishlatdik. Har bir texnikani o'zini qulayligi bo'lganligi sabab biz ko'mirli kotelda ham mana shu nijniy goreniyali kotelda qulay deb o'zimiz ataymiz. Nimaga qulay deganimiz ma'nosi, misol uchun yonish qismiga, bunker qismiga 40-45 kilogramm ko'mir zapravka qilinsa, bu nijniy goreniyali kotellarda faqat hamma ko'mir tugashini kutib turilmaydi. Agar yarim bo'lib qolsa yoki 70% ko'miri bo'lsa yoki pastlab qolsa, uyda ayol kishi bo'ladimi, erkak kishi bo'ladimi, любой payt mana shu eshigini ochib, mana shu yerdan ko'mir zapravka qilib qo'yilaveradi. Lekin nijniy goreniyani bitta minus tomoni ham bor. Minus tomonini aytib o'tki, ko'mirni maydasiga, xokasiga ishlamaydi, faqat yirik. Misol uchun bodamdan katta, yong'oqdan katta ko'mirlarga ishlaydi. Faqat minus tomonini ham aytib o'tish kerak. Xoka ko'mirga ishlamaydi. Agar katta ko'mir solaman desiz, juda ham qulay, любой payt mana shu eshikni ochib, zapravka qilinaveradi. Bu sistemamizga, bu kotelimizga 4 ta sendvichli o'zini dimoxodini ham ustanovka qilib berdik. Donasi 1 m 20 cm bo'ladi. 19 lik dimoxod. Betga 4 dona ishlatdik. Tomdan o'tib ketdi. 4 donasi ham buni 4 m 60 cm bo'ldi mana. Polniy sistemamizga 40 lik turba ishlatganmiz. Ko'rayotgan bo'lsalaring, polniy tashqarida, tomda ichidagi ham, polni tagidagi ham hamma turbalar bateriya bo'lmasligi uchun, suvni sovutib qo'ymasligi uchun mana shunaqa o'zini qalin germet o'zini izolyatsiyalar bilan ishlatganmiz. Juda qalin, juda qimmatga tushadi. Atak bateriya qilmaydi uncha-bunchaga. Kotelimiz termostatda ishlaydi. O'zining komplektda termostat, ventilyatorlari bo'ladi. Mana shu yerdan xohlagan gradusga qo'yasiz. O'sha gradusga borganda o'zini ventilyatorni avtomatik o'chiradi. Yonish qismiga 40-45 kilogramm atrofida ko'mir zapravka qilinadi. Zapravka qilishdan oldin pastga o'tinlarni solib, yoqib olib, ancha yongandan keyin polniy ko'mirni mana shu yerdan tashlab yuborasiz.
ichki mexanizmi, kotelimiz bo'yi 1 metr bo'lsa, 3 metr teplanmenligi bor. Mana shu yerdan yonish qismidan bitta tepaga chiqadi, pastga tushadi. Yana tepaga chiqib, dimoxodga chiqib ketadi. Bu bir hafta 10 kunda tozalash tavsiya beramiz. Tozalashga ham juda ham qulay. Orqa mana lyuklari bor. Mana shu yerda ochganingizda 3 ta kitob ko'rinib turadi. Mana shuni tozalaganingizda pastda ham mana bitta eshikchasi bor. Mana shuni ochib turib tozalagan qurumlaringizni bemalol olasiz. Bir sutkada bir mahal mana shu yerda ochib, cho'yan kalasnik bor. Kalasning tagiga kullar to'planadi. Kulda olib turasizlar. Kotelimizni bitta kuzda yugi chaqib yoqasiz, bemalol bahorda o'chirsangiz bo'ladi. Kotel umuman o'chmaydi. Mashdan zapravka qilinib, bir sutkada bir marta kulini olinib, bir hafta 10 kunda mashdan tozalab tursangiz, xudo xolasa, kotel ideal darajada ishlab, uyingizni, xonadoningizni isitib beradi. Mana shu 100 kvadratlik xonadonimizga kotel, dimoxod, radiator, usta haqqi bilan 31 million so'm atrofida mablag' ketdi. Xonadon o'zi kvadrati kichkina bo'lgan bilan qishda issiq bo'lish uchun yana qo'shimcha radiatorlar ham qo'yib tashlashdi. Shuning uchun sal qimmatga tushib qoldi. Har bir mana shu radiator bitta tochka hisobiga kiradi. Samoxod sistemaga har bir donasini 500 ming so'mdan ustanovka qildik. 8 ta radiatorda 4 million so'mga ustanovka qilib berdik. Kotelda o'zini 600 ming so'mga ustanovka qilindi. Общий xizmat haqi 4 million 600 ming so'm bo'ldi. Endi bu videoda 2026-yil 2-aprel sanasiga olyapmiz. 15 kilovatlik pastdan yonuvchi nijniy atrofi utuplenniy 3 mm stalla bo'lgan kotelimizning narxi 9 million 300 ming so'm bo'ldi. 150 kvadrat metrda bemalol isitib beradi. Endi bu yerga dimoxod ishlatganmiz. 4 dona dimoxodimiz 1 million 640 ming so'm bo'ldi. Har bir donasi 1 metr 20 santimetrdan bo'ladi. 410 ming so'mdan baholangan. Dimoxodimizning tepasida turgan o'zini shapkasi bor. O'sha zontik deyiladi. O'sha narsa 150 ming so'm hisoblangan. Shu 31 million so'm atrofida pul ketdi. Kotelning narxini aytib ketdim. 9 million 300 ming, dimoxod 1 million 640 ming, 4 million 600 ming xizmat haqqi olindi. Qolgan summa radiator, turba, o'sha nimaki ketsa hamma narsani xonadon egalariga alohida bitta nimaga har bir detal qanchadan bo'lgan hammasini ko'rsatib, xudo xolasa rozi qilib oldik. Kimga shunaqa santexnik xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni santexnik brigadamiz vodiy bo'ylab xizmat ko'rsatadi. Xudo xolasa, hozir mart oyidamiz. Qishki noyabr, dekabr, yanvar, fevral qish chillasiga xudo xolasa xonalaring issiq bo'lishini garantiya berib, chiroyli qilib berishadi. Kimga shunaqa kotellar kerak bo'lsa, bizni ishlab chiqarishimiz Farg'ona viloyatida, Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida kotel showroomimiz bor. O'sha tepadagi raqamlarga Telegramdan lokatsiya so'zini yozsalaring, xudo xolasa, o'zimiz ishlab chiqargan ko'mirli kotellarni 4 xil, 5 xili bor. Qolaversa, Rossiyadan ko'mirli kotellarimizni olib kelib qo'yganmiz, Turkiyadan. Xudo xolasa, ko'mirli kotel sohasida ishlaring bizni showroomimizda bitadi. Xudo xolasa, kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Agar kelishga vaqtlaring bo'lmasa, Telegramdan yozsalaring, xudo xolasa 12 ta viloyatga chiroyli qilib ko'mirli kotellarimizni dastavka qilib beramiz. Videolarda kamchiliklar va xatolar bo'lsa uzr so'raymiz. Kimga qanaqa savoli, qanaqa fikri, qaysi kotelning narxi kerak bo'lsa, kommentariyaga yozinglar. Xudo xolasa javob berishga harakat qilamiz. Videoga yana bir bor like bosib qo'yamiz.